Sayedi girgeşi Şamine seher Niçin rüzgarınge Koymaysan ey Tezim beca kılsam Uşağımı gülüm Salam vermey ötsem Girdeygen ordu Tezim beca kılsam Uşağımı gülüm Salam vermey ötsem Girdeygen ordu Her bir kademimni Kınasan tertip Ayt niçin halimge Koymaysan ey Hamdal devre kursam Dostlarım bilen Puldar bayveçe deyip Yürersen eyle Yalnız kalgenimde Hasi sıknedi Yana göz alımge Koymaysan eyge Ayt niçin halimizge Koymaysan eyge Miniki yamali kelmez kolumda Yaxşılık kılsam ham turmaysan qarab Kaçan top gel mükemmel Senden amallik Yana öz halimge Koymaysan ey Tirik iken adam Kutulmaz senden Kabrimge ham borarsan Içirlep kayna Kaçan top gel mükemmel Senden amallik Yana öz halimge Koymaysan ey Hiç ölmeyin deymen seni Dağda kaldırır Şunda ham halimge Koymaysan ey Ayt niçin halimge Koymaysan ey Niçin öz halimge Koymaysan ey Ayt niçin halimge Koymaysan ey Gap Azlar bu ashula asli Ustoz san'atkor Tohirbek Mahkamov akamiz ijro qilganlar. Bu kishi endi sal boshqacharoq estrad yo'nalishda qilganlar, o'zlarini yo'liga moslab. Men shu ashulani o'zimni hayotimda bir chuqur iz qoldirganligi uchun gap endi ayniqsa san'atkorlarni gap qilishadi. Hammani ham boshida o'tgan san'atkorlarni ayniqsa endi xalqqa ko'zga yaqin bo'lganligi uchun. Endi bizda ko'proq shu gap qilishganligi uchun, shu ashulani so'zlari yoqqanligi uchun o'zim mana shu musiqa qilib aytganman. To'y hashamlarda, xalqimizda yaxshi kunlarda aytib yuribmiz. Ustozga men alohida chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Agar mana shu zapisimni
ustoz ko'rsalar agar mana shunaqangi she'rni topib ijro qilganlari uchun men alohida chuqur minnatdorchilik bildiraman. Meni hayotimda juda katta o'rni bor bu ashulaning. Men yaxshi ko'raman. O'zim holi paytlarim mana shu ashulani tinmasdan ijro qilib yuraman azizlar. Juda mana shu shoirni Alloh taolo hayot bo'lsalar umrlarini ziyoda qilsin, farzandlarini kamolini ko'rsin. Shu ashulani xalqqa chiqargan akamiz Tohirbek akamizga ham, ustozga ham umringiz ziyoda bo'lsin usta. Shu farzandlaringizni kamolini ko'rib yuring. Hech kam bo'lmang. Biz sizni yoshligingizdan ijodingizga qiziqamiz. Menda yoshligimdan albomlaringiz bor menda. Endi men o'sha vaqtlar sizga ashulangizda ham aytardim. To'y qildim dushmanim keldi, sevmagan sevganim keldi degan ashulalaringizni men aytganman, yoshligimda ham aytganman. Shu ashula yoqqanligi uchun aytganman. Sizlarga ma'zur kelgandan xursandman. Endi g'animatda aytamiz, undan keyin nega seni sevdim, yuragimni qaytib ber, va hokazo davom ettiramiz.